Mana yoz mavsumi ham keldi. Juda chiroyli mavsum. Lekin faqat bitta narsa, juda ham issiqda. Chunki bizning O'zbekiston sharoitida quyosh nuri juda ham kuchli. Birinchi bo'lib siz солнцезащитка quyoshdan himoya qilinishingiz kerak. Albatta ko'chaga chiqayotganingizda. Ikkinchidan, juda ham ko'pchilikni jalb qiladigan narsasi bu terlash muammosi. Ya'ni qo'ltiq ostida terlab kiyimlarimiz ho'l bo'lib ketadi, chidolmaymiz. Bu noestetik ko'rinishga keladi. Biz uyalvomiz ko'chada yurgani deyishadi. Buni bitta muolaja bilan, ya'ni gipergidroz muolajasi bilan ketkizsak bo'ladi. Bitta muolajada siz полностью terlashdan xalos bo'lasiz. Chidab yurmangda kelib shu muolajani qildirib keting. Va maza qilib shu yoz sezonini ham maza qilib o'tkazing.